Bir kuni bir ayol yangi tug'ilgan chaqalog'ini beshikda uxlatib, o'zi ham charchab uxlab qoladi. Tunni yarmida bolani qiqirab kulayotgan ovozdan uyg'onib ketadi. Turmush o'rtog'im keldimikin deb boshini ko'tarib sekin qarasa, xonada hech kim yo'q. Beshik asta-sekin tebranayotganiga ko'zi tushadi. Bola oldin hech qachon bunaqa ovoz chiqarmagan edi. G'uvlab o'ziga o'zi kulayotganini ona eshitib qo'rqib ketadi. Chaqaloqning onasi telefon chiroqlarini beshik tarafga qaratganida beshik oldida qora soyaga ko'z tushadi. Qo'llari g'alati uzun, yuzlari ko'rinmasdi. Odam emasligini bilardi. Beshik ichidagi chaqaloqqa qarab, go'yo uni o'ynatayotgandek ko'rinardi. Ayol qo'rqib ketib qichqirmoqchi bo'lganida, beshik oldidagi sharpadan bir ovoz keldi. "Qo'rqma, uxlayver. Turguningcha bolangni o'ynatib turaman" degan. Ayol qo'rqib ketib yugurib borib svet yoqadi. Svet yonganida beshik oldidagi sharpa o'z-o'zidan yo'qolib qoladi. Beshik oldiga borib bolasiga qaraganda, bola xomush onasiga qarab turganini ko'radi. Ayol o'sha kuni shomda qo'shnisining uyidan bolasini ko'tarib chiqayotganida eshikning tagida pishgan tut daraxtidan tut olib yeganini eslaydi.